Hokimga ayt, biz boryapmiz. Bizga eng yaxshi go'shtli taomlarni tayyorlatib qo'ysin, och qolmaylik. Vazirlar kelyaptimi? Nega kech xabar berdingiz? Ha, mayli, tezda tayyorgarlik ko'ramiz. Hammasi a'lo darajada bo'ladi. Tamojnini boshlig'i pensiyaga chiqqandi, kecha 300 ming ko'kini jo'natibdi boshqa joyga rahbar qiling deb. Endigina 4 kun bo'libdi pensiyaga chiqqaniga. Men 300 mingni oldim, yana rahbar qilib qo'ydim. Ha. Sekretar, darhol xonamga kir. Tez bo'l, kutilmagan mehmonlar kelyapti. Vaqtimiz juda kam, zudlik bilan yetib kel. Buyuring janob hokim. Men shu yerdaman. Nima xizmat? Hammasini bajarishga tayyorman, aytavering. Vazirlar kelyapti. Yo'llardagi hamma chuqurlarni yoping, sun'iy daraxtlar eking, shaharni yaltiratib qo'yinglar tez. Tadbirkorlardan ko'kidan yig'inglar, faqat ko'kidan bo'lsin. Vazirlar kelyapti, ularni quruq jo'natib bo'lmaydi. Eshitinglar. Hokimning buyrug'i, yo'llar tuzalsin, sun'iy archalar ekilsin, shahar bayramday bo'lishi shart. Mana haqiqiy ahvol. Lekin hozir hammasi o'zgaradi. Tezlik bilan ishni boshlanglar. Vaqt ketyapti. Tezroq ishlanglar. Vazirlar kelguncha tugatishimiz kerak. Hozir sifatini ko'p tekshirmanglar, tashqaridan yaxshi ko'rinsa bo'ldi. Tez bo'linglar. Shularni tezroq o'rnatinglar. Yashil ko'rinsa bo'ldi. Suv masalasi shart emas. Asosiysi vazirlar ko'rib o'tsin, shahrimiz chiroyli ko'rinsin. Birorta chang qolmasin. Hamma joy toza bo'lsin. Vazirlar kelganda hammasi tartibli ko'rinsin. Ko'ring, shahar qanday o'zgardi. Endi vazirlarni kutib olishga tayyormiz, hamma narsa a'lo darajada ko'rinyapti. Lekin bu haqiqatni hech kim ko'rmasligi kerak. Bu yerda hayot to'xtab qolgandek. Lekin vazirlar o'tadigan yo'l zo'r. Qaranglar, qanday katta delegatsiya. Shahar ahli hayratda, ham joyda tartib va intizom hukm surmoqda. Voh, shaharni qarang. Qanday go'zal bo'lib ketibdi. Bu yerda xalq juda baxtli va farovon yashayotgan ko'rinadi. Xush kelibsizlar, hurmatli vazirlar. Shahrimizga tashrifingiz biz uchun katta sharaf. Mana xalqning sevgisi, hamma mamnun, hamma xursand, bu haqiqiy bayram tadbiriga aylanib ketdi. O'tiringlar, qadrdonlar. Bu stullar sizlar uchun maxsus tayyorlangan, juda qulay, damingiz olinglar. Rahmat hokim. Men sizlarni o'z otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Sizlarning tashrifingiz biz uchun katta baxt. Aytingchi, hokimning ishlaridan rozimisiz? Shahardagi o'zgarishlar sizga yoqyaptimi? Fikringiz qanday? Albatta. Hokim bizning otamiz. Uni juda yaxshi ko'ramiz, u biz uchun hamma narsani qilyapti. Biz yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Shahrimiz kundan-kun go'zallashib bormoqda. Rahmat. G'alati. Hamma bir xil gapni gapiryapti, go'yo yodlab olgandek. Bu qanday mo'jiza bo'ldi ekan? Mana bu haqiqiy dasturxon. Shuncha taom hammasi biz uchun. Qani. Boshladik, mazasi ajoyib ko'rinadi. Bu go'sht juda yumshoq ekan. Mana buni haqiqiy mehmondorchilik desa bo'ladi, juda mazali. Sen shaharni jannatga aylantiribsan. Yo'llar tekis, odamlar xursand, hamma joy yashil, ofarin. Sizlar uchun xizmat qilishdan aslo charchamayman, olinglar. Sizlar meni otamdan ulug'sizlar. Sizlar kelishinglarga tadbirkorlardan 500 ming ko'kida yig'ib tayyorlab qo'ydim. Hammasi sizlar uchun. Sizlardan minnatdorman. Biz doimo xizmatga tayyormiz. Har qanday buyrug'ingiz men uchun qonun. Qabul qilaman do'stim. Sening ishingni vazirlikda albatta maqtaymiz. Sendan mamnun qoldik, sen xavotirlanma. Biz seni ancha maqtaymiz. Bu hokim 500 ming o'z berdi. Menga yoqmadi. Yangisini topqirimizcha tursin, nima ham derdik. 5 barobar ko'p beradiganlari tayyor. 3-4 kun ichida yangisini topib joylaymiz, to'g'rimi?